Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Bugun 13-may 2026-yil Avtomir avtosalonimizda mashinalarimizni sizlarga qisqacha obzor qilib, videorolik qilib, joylab beramiz. Narx-navolar haqida qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangizlar, xudo xolasa, zo'rlarini chiqarib borishda davom etamiz. Bir qatordan boshlaymiz, Kia'dan boshlaymiz. Kia 5 mashinamiz ikkinchi paytda 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalar toza, 39 ming probeg yurgan mashinamiz benzinda. Holatlari ideal, yechirinda aybi defekti yo'q. Narxini keladigan bo'lsak, o'zining tan narxi 310 million so'm. Gasazda naqd pul bilan ustunda oz-moz kelishib beriladi. Avtokredit ham chiqadi mashinamiz. Oldindan 20% to'lovini qilib, avtokredit ham ikkilamcha o'zingizni nomingizga rasmiylashtirib ketsangizlar bo'ladi. Xo'p, keyingi mashinamiz 10X bo'ladi. Mashinamiz 3-paytda mexanika korobka 2023-yil, probegi 75 ming yurgan. Holatlari ideal, 4 dona yumshoq balon, metan gaz balonlari и Cobalt avtomat diskalar qo'yilgan mashinamizga. Metan gaz balonlari ham bor, polimer shumka qilingan. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 115 million so'm pulga beriladi mashinamiz. Dim bitari shu narx. Keyingisi Malibu 2.5lik 2020-yil 75 ming probeg, benzinda, kraskasi toza, ko'rib turganlaringizdek qora rang, premier stoplar qo'yilgan, ichi polni koja qilingan, ikkilik qilib saloni. Narxini kelsak, narxi 235 million so'm pul bo'lsa beriladi. Kommentariyada ham o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar narx-navolar haqida, hurmatli obunachilarimiz. Xo'p, keyingi mashinamiz polni full navor o'rnatilgan qora Gentra'miz bo'ladi. Bu mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi atiga 31 ming kilometr yurib turibdi. Amerikanka optra stoplar qo'yilgan, 4 dona toza yumshoq balonlar qo'yildi, Midgar pulutlari, shumka, xullas mashin polni full navor qilingan, haydamaga tayyor holatda turibdi mashinamiz. Aybi defekti yo'q. Narxini keladigan bo'lsak, narxi 165 million so'm aytilishi, ustunda kelishiladi. Lyuklari, ABS'lari bor. Metan gaz balonlari ham bor mashinamizning. Xo'p, agar kredit bo'ladigan bo'lsa, faqat Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasidan chiqarib beramiz. Hozircha boshqa viloyatlarga chiqmaydi. Oldindan 40 million so'm pul bilan chiqaradi mashinamizni. 20% Cheris Capital Bank bo'lsa, agarda yo'q, undan arzonroq variantda chiqarib olaman desizda 17 million so'm pul bilan chiqarib beramiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni telefon nomerlari ekranda bo'ladi, telefon qilsangiz grafiklari bilan tanishtirib o'tamiz. Yang. Keyingi mashinamiz xudo xolasa bu Cobalt avtomobili bo'ladi. 2026-yil Style MC, kechirasizlar, Midnight MCM eng oxiri, o'zi salon narxi 165 millionlik variantdagi mashinamiz. Narxini kelsak, 170 million so'm pul, birinchi nomerlari bor. Shot spravkada turibdi mashinamiz. Birinchi nomerlarini olib beramiz. Xo'p, Style Cobaltimiz 2025-yil mashinamiz 5 probeg, hali nomerlari olinmagan. Buni narxini esa o'zini salon narxina qo'yib beramiz. 147 million so'm pul. 2025-yil mashinamiz 5 probeg, oq rangina, Style oq diska bo'ladi, обычный. 147 millionlik. Xo'p, keyingi mashinamiz arzonroq variantdan Nexus so'rab yurganlar uchun ham zo'r budjetli variantda 2019-yil mexanika korobka. Mashinamiz probegi 200 ming, o'zini halol yurgan probegi, kraskasi ish kapoti bilan krelinda bayna. Yana ishlatib chizib chapilingan, arallarni o'tmagan, короче. Lyokiy DTP bo'lgan, teshketirib ustalarga proverka ettirib asosda bo'ladi. Narxini kelsak, 72 million so'm pul bo'lsa beriladi. Mashin 2019-yil, hurmatli obunachilar. Mexanik, metallari bor, holatlari zo'r. Xo'p, avtomat korobkasi ham bor. Buni 2018-yil, probegi 143 ming, kraskasi toza, metan gaz balonlari, yumshoq balonlari bor. Bu mashinamiz narxini esa 85 million so'm pul bo'lsa beriladi. 85 million so'm. 2018 avtomat, kraskasi toza 100%. Malibu XL avtomobilimizni esa zo'r narxda qo'yib beramiz. 320 million so'm pul bo'lsa beriladi, hurmatli obunachilar. Savdolashib bo'lmaydi. Taqaladan joyi egasi bilan sizlar uchun savdolashib, ko'ndirib qo'ydik. 320 million so'm. Mashin 40 ming probeg yurgan. Benzinda, holatlari ideal, kraska top toza. Qiziqarli bo'lsa, yana telefon qilaverasiz. Keyingi mashinamiz bu Gentra'mizdan polni o'rnatilib, tayyor holatda turibdi. Bu mashinamiz 2022-yil, Optra Amerikankalar bor, lyuklari bor, Pakalina metan, Malibu rul, Malibu bar, xullas yumshoq balon, hamma narsalari haydamaga tayyor. Gentra nov rasxod qilish kerak bo'lsa, navort qilish kerak bo'lsa, hamma vaj shu mashinamizga surtilingan. Probegi 47 ming. 2022-yil. Narxini kelsak, narxini
150 milyon so'm pul bo'lsa, mashinamizni berib beramiz. Keyingi mashinamiz Damas 2018-yil 40 milyon so'm mashinamizning bahasi. Probegi 105-110 ming atrofi yurgan. Midachuda kraskasi bor, zanglari chiqib turibdi. Xo'p, keyingi Damasimiz, bu Damasimiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi hali top-toza 6000 yurib turibdi. Shumka, 4 yumshoq balon metallari bor mashinamiz ishlar ham döşalib turibdi, tayyor holatda. Narxini esa 80 million so'm ko'p-ko'pmiz, gazsiz naqd pul bo'lsa kelishib beriladi ustunda. Xo'p, hurmatli obunachilar, yana narxlarni sizlarga hozir bu mashinalarimizni tushuntirib o'tdik. Hozir ko'pchiligi mo'ykada taxlanib turganlari bor edi. Yana 4-5 jentralarimiz bor. Xudo xolasa ularni ham отдельный postda yuklaymiz. Reels qilib YouTube kanalimizga. Oxirinadan ko'rgan hammaga rahmat. Videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Xudo xolasa har hafta Xudo xolasa uchun aytib obzor qilib sizlarga narxlarni tanishtirib turamiz. Bozorga borib ham narxlarni sizlarga tushib beramiz. Eng maksimalniy arzon variantlarni ko'rsatamiz sizlar uchun Xudo xolasa. Sizlar podдержка tursangiz bo'ldi. Hammaga rahmat. Ekranda telefon nomerlarimiz, tushirgan mashinalarimizni kimga qiziq bo'lsa, telefon qilsangiz, Xudo xolasa chiroyli narxlarda mashinalarimiz xarid qilsangiz bo'ladi. Sog' salomat bo'lasizlar.